Bu hayot seniki. Ular nima deyishdan qat'iy nazar, biz qalbimiz va ongimiz to'g'ri deb bilgan narsani odamlarning gapiga chalg'imay bajarishimiz kerak. Ular tanqid qilishadi, noto'g'ri tushunishadi, orqangdan gapirishadi, lekin ularning fikri sen uchun muammoga aylanmasligi kerak. Hech kimning fikri yoki noto'g'ri qarashlari seni pastga qulata olmaydi. Hech narsaga va hech kimga qaramay sen oyoqda tik turishing lozim. Sen o'z hayotingni to'laqonli yashashing kerak. Shuni yodda tut. Sen haqingda aytilgan gaplar sening qadr-qimmatingni tushirmaydi va hech narsani o'zgartirmaydi. Ular gapirishadi va yanada yorqinroq porlaysan. Hayotingni u nima derkin, bu nima deyapti deb yashama. Hech kimdan qo'rqma. Biror ishga qo'l urishdan yoki qaror qilishdan oldin odamlar kelib sendan so'rashadimi, sen bilan maslahatlashadimi? Yo'q. Sen ham so'rama va maslahat qilma. Xato qilsang qil, odamlar gapiradi deb qo'rqma. Ular sen hech narsa qilmasang ham gapiradi. Bu hayot seniki. Yo'l uzoq. Ular gapiradilar deya bu yo'lni o'zingga zindon qilma. Birovning yo'lidan yurish o'z yo'lini yo'qotish demakdir. Yo'lingni yo'qotma. Endi odamlarning gaplaridan qo'rqma va o'z yo'lingda davom et. Oyog'ingga tosh tegmasin. Yuradigan yo'ling pok qalbli insonlarga olib borsin. Ular nimaga ishonishni xohlasa, o'sha narsaga ishonadi. Shuning uchun o'zing bo'lib yasha.